mısın ya çilek? Sıra ornundan. Aman hep başıra kurayım. Kol lazım buldu demem. Degendi kim bak gitti bu? Ha. Voy, aytma demedim kim kubu? Kına işçiga. Et degendi. Kadımız git kaptı ama gayret ketlenke. Ayımın mübarek olsun. Aysa kendisi mi Aysa? Aysaçı toyga ketken. Men sen boytaqni yo'qlab o'tay deb kelishim. Qani. Voy bu uyumdan. To'qqiz bal bo'ron chiqib ketdi-ku. Qisqan bo'ronmi bu? Dehshat gap tuzma desa. Boytaq taskaga o'xshamamdi. Ya boytaq kulib qoldingmi ya? Onu bir demem. Bu boytaqchilikda peyiz yo'q kendine Özbek Özxon. Bu salavatılda qulaqmang ne yediga adammi yo'q. Bu jannat yashagan degan shati benda. Rast cennet yaşaganda yaşab etibsen. Voy Allah, set bo'ldi da. Birdan shapjim o'tirib turing ha. Men bog'ga qarang. Kirib bilan dekib chaydin birini damlab chiqay ha. Bo'ldi. Qiynalma. Ha, ma'qul. Mening vaqo qara. Sana deydigan bir xo'sh xabarim bor. Shuni davet etib ketimi? Xo'sh xabar? Da. Uzun bo'lib kelmish xo'sh xabar degan narsalarni anglab baqmig'li qanday xo'sh xabarda bir anglab baqmaylimi? Voy, uka. Bu senin Aysa'nı bana tanıştırıp koygan yaxşılığın üçün bak o sana bir kız tanıştırıp koyay deb geldim. Ya aytmatamada ama yaxshi ko'nglinizga rahmat tanga qarang. Rost gapni qilsam mening hozir faqat to'y qilgim yo'q tanga. Qo'y undaq demas kam. O'g'il oldigan vaqt uzoq vaqt boytaq yurib kelsa, bu qishining tuki tushirgan bo'lib qoldi ekan. Men qizni kelib tayyor qilib qo'ydim. Endi ishqinglar ko'rsanglarli bo'ladi. Tova! Bu qanday gap bo'lib ketdi bu yerda? Bu men masalasi qo'ymaylar bu qarish tarafni ko'rishmagan o'z qiziqish yo'qmi bu? Voy, o'z vaqtida Aysa bilan menimi bizga maslahat mayli tanishtirgandan birondan chiqib qoldik-ku. O qizni boshlab Aysaga ko'rsatsam, voy bo'ladi ekan, Reymxonga yaraydi dedi. Ve qanday qizni biz tanımadık ya qizni. Voy, yo'q, tanımaysan, bunga uydan taloq chiqib boqmagan qiz. Voy, uydan taloq chiqib boqmagan qanday qizni bu? Acamning do'sti. Acımızın do'sti? Ha? Ya bu acımızın do'sti beni appamın tenke bu. Voy, o'zim yaratmay ketdingmi? Mening acamning o do'sti bor o. Uch yerdan chiqqan hisob qilmaganda mush tirnoqni to'qtiqdek qizib oladigan ha. Ya aytmadimda. Men yaxshi ko'nglinizga dahshat rahmatdan qarangadi. Hem o'zingiz bilasiz qarang. Biz bu jamiyatdan aqpicha qarpicha qamin o'ynab tutdinga. Hem jamiyat 2 ning oldi bo'lmasa 4 ning oldiga qarang. Hem mayaqdan ben ajrashlam, endi mayaqni to'qsam, Maryam qan xayr xotiningizning xotinini xatni beribdi degan gap taqasi. Marjan men aramdan qarangadi. Shunga shu men tanishtirmoqchi bo'lgan qizingiz hadingizning yo'ldoshining yaqin bir do'stlarga tanishtirib qo'ymamsizlar. Shundaymi? Voy, ukam, to'y qilishni xolmig'idan qaraganda, burun xotning ishtay saqlab o'tdaga o'xshamamsa? Tovadanga aytmatamada, tovadanga. Ashning gapni anglagandan keyin boshlarim qiyib ko'z oldirim qop-qorong'i qon bismim lappi dörlaydi qoldi qarangada. Hada, jin gapni qilsam bog'i, men hayotimda ikki cho'ng ziyon topgan bo'ldanga qarang. Biriga qimor o'ynab ziyon topgan qarang. Yana biriga mushxotonlar ziyon topgandanga. Menda ziyonlarni topdim yo'qchimi?
Vay, kam senin için arlaştığım emas, jenin çıktıdığın iş olsunmuşu, burun ayalığını görüştürmeci mi? Tövbe daha vaktim var mı onu görüştüğün kadar? Vay, könlün kelsimiz del yerey, bu xotunun vağı, muş közün bir şunlukla yığıplı turtdu. Vay, hakavırlığı çötüğü, meni köz iğanşıyıp, meni ketişleri usayetinin. Vay, işkinla vağı bir yatırdığın bolsana, muş tezekten tepsi gülünü sancıp koyğanı, takat yaraşmaytınla bir-birinliğe, adamın könlünü iyileştirip. Vay, aypatemede. Eyni onunla ben tutsam da sizin gözüne sığmağına kızıkış yoktu bu. Vay, iskab. Biz vağı, xalqның ısıq kelgen kiyimiga qarab, qandaq qıldığanlığına baha bereleymiz. Can. Vay, mening degan gapim to'g'ri bo'lg'achqa, shuni qo'yib atgansan o seriqlikni. Onundan bağı, acamning do'sti degan ming tuzuk. Ya da, ma Aysa'nın bitildiğin vakti olup kaldı berip, beni lağmayıp verin ha beni. Hey, ben senin dadını yaratmancımı? Vay özemnin geminin ödüsünün çıkıcılığını bana aypatemede. Oo, işte, ülemsen tırlansan, neymiş yaptıkın? Ras. Sen şu Aysa'nın boş izleyici mi? Sen bu adama işlettiğin yolumaydı o adam. Yey. Sen bu oytakla bir toyunu kılıp kutlanmam mı sen? Hoş. Gım! Tova! Ya ne bir çatığı ben bile demem akakna. Bak kıyırı çirip gitmişsin de Aysa katlasam bir kere köyletin bana vat. Terbiye kızın kendine takı deyip tova. Ya Aysa'nın yüzü kımbaydansam öttürüp taktın ha. Tak. Kim o? Ay Fatem. Ha, yani yapılamay kalkan kaysı geminiz kap aypatemede de üç mağlamsınız. Mençu, deydiğen hoşkarın David deyip andın kitey. Ha, depto gamsınız uzun koymayman mı? Aldığımız şembe günü seni birisi toyuğa çağırttı. Ha, depto oldunuz mu? Depto gamsınız mağlamsınız. Kimnin toyu işkendiğini bilgin yok mu? Oho, kimke? Obama bir ke potun ke dememsiz. Senin xotunun. Ha, benim xotunum bağlamsın bana. Kim dediniz? Sen koyuverken burun xotunun aldığımızdaki şembe günü seni toyuğa çağırttı. Köngün yerin bu adamda? Tova. Ya köngül yerim oldu. Neyimiz var değilsin bunu ayıpletemedi. Ben şu kaçak toykun gidip bilgen tamamını. Vay şu jelimskan. Vay toy kıskınmam da sen üçü karab otlamay gaçtı ağaçamın dostu bilen beşiğin olmuşu var. Madem patlak işte dağıtkan tolçak sakılıyor hemen ayıpletemeden. Tova. Ma diyen gepiniz rast yapma ya yalan yapma. Vay şu xotunun ağlıgan gel. Vay Allah. Ya doktorna, kim aldığın bakta dertine. Delta? Hey, o xotunun vağı senin derdinde, senin heminde deltide kokatken. Hazır gel, ay dese ağzı var, kündüz közü var, Ferizat'ın özü, onun için köz çıpağı adamın için uyuladı ma yüzü. Vay, sen kadrini kımığının bilen, bana hem de kadrini kıldığanlar çıktı. Vay, ne oldu Fıkan? Vay Fıkan? O xotunun vağı kıra. Kim bil toy kıldığanlığını bilgin yok mu? Vay Xudayım dep qamsız ede. Davrına içtim amayda kim aldığı bakta deltine kaçan çıkıştap keşke yetmeydiğen bir deltin biraz Allah kaçan şunda mı? Ay amılsan bakı çet elde okup girgen katı ziyalıymış. Muş netçiyet üyü varken. O şu maşinin bağı, kiyimge qarab, maslaştırıp, rengini özgert beydeydiğen aşındaq baymış. Apsıl digenin sanap emez, kilo olap xeşteydik. Sendin kömügen rahatını, hem de estilep gördüğün boptu xotunu. Hayftam, nimizde atsam, ben tipiş biray. Hayftam.
Ya ipatamede. Ma aldım da soğamam ha. Ben bir gün berip aşkını cındın juda qilib aytmaydanmısam bag'im arayım qan degasini o'tib ketib o'tiramayapman. Qo'y ochig'ing yomon qilmabsan, bizam ziyon tortsa. Ay, yamish bu yaxshi bir taraf qig'il oldi-ku, jinim. Ya ipatamede. May qo'ytma. Elimga aytsam bu taqaldi o'tiramayapman. O'tira! Hasının nikahında bo'lmasa, ajrashamda, to'y qilamda seni ol nima chiqaring? Uy! Haqni o'zdan qo'yib etsa. Endi haq to'y qilmam, chidamay qoldingmi? Chidamaydigan ish yo'q. Oldi qatim ko'rashga ota nima chomon to'y qildim demaydi. Uy! Uy, sizlar ko'rishib yurganmi? Ha? Oldi qatim yig'lab yalvirib so'ribdi. Ha. Ha, bu da oxir qatim bo'lsin bir ko'rishib qo'yib ko'rashgandim. Ajab aşağıdan to'y qildim demadi-ku. Seni tuyuqsiz xo'sh qilib etay dedim Voy ya. Allah, tolu chaqchaqqa menga ipatamada baba she'rni kitayda otqab o'tirdi. Abi deginimiz rasmi ya, tazi ishlamayotmadi. Voy ukam, ha birga ishlaydigan xizmatda shundoq dedik. Bo'pti ukam, to'yni qilmamdi u xotinim. Voy u xotiningni kelishgan boy turqi, chiroyli chiroyi, mush pokiz chivar tomoq usta, sadoqat bilan axloqligidan boshqa voy deb ketgudek nimasi bor? Ana Aysadek akam turibdi. Mana aypatam. O'z qo'limiz bilan-chi, achamning do'stiga to'yingni qilib qo'ymiz. Hay Reymqon, sen yig'layapsanmi? To'y qildim, to'va. Ma timsoqni yig'lay oladi ekan, ha? Ona buni degan yaxshi xotin tejimi? O'zimni katta o'zimdan. Qo'y, sen uni yaxshi ko'ramsan? Yaxshi ko'rsa bo'lardim. Hey, yo'qchirak! Yaxshi ko'rgan odam hech vaqt yarashmagan. Mana shu yarasha olayli degan. Lekin da'vat patakanda de ham oldirab yenishmadimi? Ben shillanga minadi degan shuni men izlab qo'ydimmi? Endi bu qatim ishqilani bir ko'rishtirib boqaymi? Ko'rishkilimiz qadaqmi? Bu qatim men sizlarni ko'rishtiray. Mana kirib kiyimimni yetkazib chiqay. Oy. To'xtag'ay patamada ko'rishkil olmay turmas qadaqlamay deyman. Hey, chiroyli, yaxshi gap bilan ko'rishib qoyil qilmamsan. Endi xotin ochiq necha yil qattiq gapsa, quyruqni yontaq qistirib olgan eshakdek sakrab ketmay. Chiroyli gapni xotinni qoyil qilchimi? Bo'lashdik. Chapni kelib chiqay. Ha, bo'la. Ketmoqchi bo'ldim. Ay, yo'q, ketmayman. Voy fikar. Voy eringiz bor bu. Sizni to'y qilsa deb qo'ysam, tas qildi jini chiqib ketgili. Siz xotirjam o'tirib turing fikar. Ha, yil eringizni boshlab borma. Ochig'ingizni tillab chiqirib elingchimi? Voy qo'rqmang. Hadin nasvog'i adini o'zim berma. Ha, bo'ldi. Sal turib ko'rishaylik kana, qo'yish saqlab turing. Ya patamada. Ha. Ya ana oldigan doktorning ismi nima ekan? Qaysi doktorxona ishlaydi dedingiz? Qanday qilyapti? Ay, o'zim doktorxonadan chiqmay bir ay yotadiganlik qilib qo'ymaymanmi? Xotiningning xaridorligini qilib elchilikka kelgan odam bekchiqga. Bichara qiz bola hammasi qaytirib etdi. Bir yaxshiga bir yomonni deb shu qiz bolaning sening qo'lingga chiqib qolgani uchun. Bizni yomon bolalarni siqqadi. Ha. Odda vaqt tashlaydi Aytgan. Ma hech ayam kunlarda xotiningni chiroyli, yarishib, inoq, ijil, xo'shal-xuram yarish bitinglarjimi? Ha, menga. Adama vaqtni tashlaydi bang'aylimi? Bu qatim bu ishingni bitirib bersam, menga bo'lgan rahmating cho'ng bo'lmaydi-jimi? Ey! Gap qamsizda hozirlay saqlab qo'yinglar, bilan tashqilab shu 61 bir joyda zamdon qolgan.